أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي Qahiraningki nemisida muzeylardan ba'zida Misr o'z vaqtidagi Misr podshoh Misr fir'avnlarining birisining qabrisi butun chiqarilgan bir qabr bor. Bu yerdan tepilganda butunlay to'liq holatda tepilgan ekan bu qabr. Buningda albatta bu qabrning ichida noiti barliq xilma-xil zibu zinnat, mol dunyo, javohir, butun oltin, kumush, nurg'un narsalar bilan ko'milgan ekan bu podshoh. Sifatligisiz ham, til bilan tilga og'usiz ham, til bilan sifatligisiz darajada shundoq ko'p. O'sha yerda noiti bir diqqat qilishga arziydigan, diqqat qilish kerak bo'lgan bir nuqta borki qarindoshlar. Bu podshoh noiti yosh vaqtida o'lib ketgan ekanda. Noiti yosh vaqtida 18 yosh vaqtida o'lib ketgan ekan. Ya'ni uning tabut, u qo'yilgan tabut noiti qisqa, jasad ham noiti kichik, yana bu o'zilliqi. Ham shu o'limlar mutaxassislar tekshirib bu noiti shu yeshining 18 yosh atrofida o'lganligini isbotlagan ekan. Shunchalik zibu zinnatlar bor. Bu narsani o'ylashimiz kerak qarindoshlar. Ya'ni insonningki butun Misr shuning qo'l ostida edi. Buning ismini tilg'ilingan, ismini olimlar tilg'ilib, uning ismi Tot Aniq Amun deb atalgan bir podshoh ekan, 18 yosh vaqtida o'lib ketgan. Shunchalik sifatlisiz darajada bu uncha marvoyat zibu zinnatlar bilan ko'milgan. Bu bizning diqqatimizni eng tortadigan, o'ylanishga tegishli narsa shuki, qarindoshlar, mushu hayotning Allohning qo'lida ekanligini bizga aslatishi kerak. O'ylab boqaylik. Butkul Misr shuning qo'li ostida. Barliq Misrning uning chiqayotgan boylik hamma narsa uning bir buyrug'ining ishorati ostida. Lekin uning mulki, bu saltanat, bu boyliklar uni Allohning jonni elish, uni o'limdan qutqizib qolmagan. Allohning jini, uning jinni elishdan to'sib qolmagan uning mulki, saltanati, podshohligi. Qabrisi shunchalik oltin kumushlar bilan, zibu zinnatlar bilan, ko'zlarni lol qildigan narsalar bilan to'lgan bilan, ammo uning meli, dunyosi, podshohligi hech narsaga asqatmagan, o'limni qaytarmagan uningdan. Al-Malik Alloh subhanahu va taoloni aslatish kerak. Hamma narsaning egasi Alloh subhanahu va taolo. O dunyoda podshoh edi, ammo yalang'och holatda ketiklik. Birinchi hayotida ketiklik. Ba'zi umara, amir, xalifa, podshohlar ba'zi bir solihlarning birisi bilan uchrashib qoldi-da. Uchrashib qolib bir kuni shunday debdiki, mendan hojitingni so'raganda shunday debdi. Degandan bu solih kishi debdiki, "Menga deb o'tamsan buni" deb shunday debdi. Hojitingni so'raganda bu amir degandan u solih turib, "Sen menga deb o'tamsan" degandan amir debdiki, "Ha" degandan debdiki, "Li abdan huma sayyidak." Mening ikki qo'lim bor dedi. Mening ikki qo'lim bor, menga qul bo'lgan ikki qo'lim bor. Bu ikkisi sening xo'jayinlaring bu ikkisi. Mening qo'lim bo'lgan bu ikki narsa sening xo'jayinlaring. Degandan amir hayron qilib, "Kim bu? Nima ular?" degandan debdiki, bu solih kishi debdiki, "Al-hirsu val amal." Hirismanlik va uzun arzu, arman. Bu narsalar shunday. Dunyoga hirismanlik, dunyoga qiziqish, noit hirisman bo'lish, uzun arzu, umidlarda bo'lish. Bu mening qashimda ikkisi, bu ikkisi mening qo'lim deb shunday degan solih. Ammo bu ikkisi sening xo'jayinlaring bu ikkisi. Men bu ikkisini g'alaba qildim, ammo bu ikkisi seni g'alaba qildi. Men bu ikkisiga podshoh bo'lib, men bu ikkisining geliga dastlab mangdim, ammo bu ikkisini
Sana padişah olup seni destekmeyin ıxlıq. Deb shuna javob bergan ekan. Demak, inson o'z shahvatiga, o'z shahvatini kontrol qila olganda, buni boshqarib ma'aligan vaqtida bu haqiqiy padişah u. Haqiqiy malik degan u. Ba'zi salihlar shuna deganki, kuntu amurru bi asfan fa waqa'a basari ala imra'atin jamila. Men asfan degan joydan o'tib o'tganda, go'zal bir ayolga ko'zim tushib qoldi bu yerda deydi. Shuning bilan mening qalbim uningga moyil bo'ldi. Qalbim bunga moyil bo'lib qoldi. Shuning bilan men bu yerda Allohdan yordam so'rab, Allohdan qo'rqib o'tib ketdim bu yerdan, ketdim. Endi shu kech uxlagan vaqtimda tushimda Yusuf alayhissalomni ko'rdim dedi. Va dedimki, "A anta Yusuf, sen Yusufmi?" deb shuna desam, "Ha" dedi. Degandan keyin men dedimki, "Alhamdulillahillazi asamaka min imra'atil aziz." Seni shu aziz Misrning o'z vaqtidagi azizi Misrning shu vazirining ayolidan seni qutqizib qolgan, seni saqlab qolgan Allohga hamd va sanolar bo'lsin deb shuna dedim. Desam, Yusuf alayhissalom dediki, "Valhamdulillahillazi asamaka min al-asfaniyya." Seni asfaniylik ayoldan seni qutqizib qolgan Alloh subhanahu va taolaga hamd va sanolar bo'lsin deb shuna dedi. Demak, al-mulkul haqiqiy, haqiqiy mulk biz Allah subhanahu va taolaga itoat qila olganda, Allohga bo'ysuna olganda, Allohga bosh egalaganda, bu biz haqiqiy mulkka, haqiqiy podshohlikka erishgan bo'lamiz, qarindoshlar. Yusuf alayhissalom qasrda o'z vaqtida qasrda qul holatda kirgan, hammamizga ma'lum. Shu vaqtida tunuydigan bir kishi u qasrda keyin podshohlarning orasida bir shu qul holatida Yusuf alayhissalom tunuydigan bir didak, shu yerda ishlaydigan bir didak. U keyin podshoh shu Misrning xazinasining bosh nimasi ustiga vazifasiga kelib, podshohlarning orasida bular bilan birga mangadigan shu shakl kelgan vaqtida shunday degan ekan: "Subhanallazi ja'alal abida mulukan bi ta'atihi va subhanallazi ja'alal muluka abidan bi ma'siyatihi." deb shunday so'zni degan ekan. Ya'ni qullarni o'ziga itoat qilish bilan, qullarni o'ziga itoat qilish bilan podshohlardan qilgan va podshohlarni o'ziga osiylik qilganlik sababli qullardan qilgan Alloh subhanahu va taolo poktur deb shu so'zni degan ekan, qarindoshlar. كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد